Ijtimoiy tarmoqlar bugungi yoshlar hayotiga osoyishta kirib keldi. Har kuni millionlab yoshlar ushbu platformalarda o'ziga kerakli lahzalarni izlaydi. Layklar yoshlar uchun iliq qo'llab-quvvatlash kabi tuyuladi. Oddiygina layk ham odamga iliqlik bag'ishlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarning jozibasi, layklar kichik mukofotdek, asl munosabatlar chetda qoladi. Haqiqiy hayot ekranning orqasida. Reels va Shorts videolari asta-sekin almashmoqda. Ammo ba'zida bu joziba bizni asosiy ishlarimizdan chalg'itadi. Virtual olam va real hayot o'rtasidagi muvozanat insonni baxtliroq qiladi. Virtual olamga hayotning faqat bir qismi xolos. Asl hayot esa yonimizdagi odamlar bilan bo'ladigan muloqot.